Xo'sh, mana hozir mashina ichiga ham keldim. Tashqari juda ham issiq. Kelib eshiklarni ochib qo'ydim, ozgina toza havo kirsin deb. Mashina ichi ham isib ketibdi, yomon. Endi hozir bo'yna ko'rgan, olgan pirojnimizni yana nonushtalikka deydimi? Nonushtaga. Короче, завтрак qilamiz. Nonushta qilib olamiz. Uzr kechirasizlar. Tushunasizlar degan umiddaman. Xullas, sovuq kofe, холодный kofe deydi-ku, o'zi endi yangi chiqqan, bilmadim. 1 yil, 2 yil ichida shunaqa холодный kofe reklama qiladi, lekin biror marta proba qilganim yo'q. Lekin ta'mi yo'qdi menga aytgancha. Tak. Ta'mi yo'qdi. Sizlarning sog'liqlaringiz uchun. Xullas, bu paketi juda ham qalin ekan. Qaychi bilan ochdim. Cho'q qaychi bilan nima qilsa bo'ladi ochib. Hidi shunaqa zo'r bolalar, hidi обязательно albatta olinglar, maylimi? Kelib shu men aytgan joyga kirib, magazinga sim karta olasizlar-ku, dokument qilayotgan payt. Albatta ana shundan olinglar. Endi eski shoferlar bilsa kerak-ku, yangi shoferlar ma'qul bo'ladi, nonushtaga zo'r ketadi. Mana bu sovuq kofecha bilan hidi. Buni qarang, qanday yumshoq gubka bor-ku, pastida yuvamiz-ku gubka. Xuddi shunga o'xshaydi. Razmeri ham o'shanaqa. Ko'rmayaptimi, bilmayman. Hidi вообще telefondan nima qilib bo'lmaydi hidini. Shu zo'r. Musorga tashlaymiz. Gasni hozir yerga o'tib bo'lsak agar, oldinga yana narigi stankaga o'tsak agar mashina qo'yamiz-u, keyin обратно yuk olishga yana 3 kun kutish kerak bo'ladi. O'shanga gostinitsaga bizlarni joylashtirib qo'yadi. Gostinitsa firma orqadan to'lanadi. Kuniga 300 yuandan 300 yuan beradi bir kuningizga. Endi bu dollarga bilmadim nechul bo'ladi, internetdan ko'rish kerak. Xullas, narsalarimni paketga solib qo'ydim, yuvadigan narsalarni, stiralni mashinasi bor. Gostinitsaga yuvib nima qilamiz? Mana bu ko'rinishi mana bunaqa Xitoy puli. Xitoy puli ko'rinishi bunaqa. Bu qozoq pulini menimcha ko'rdim. Ancha baqiradi bu. Shu Xitoylar orqasiga qaramasdan haydaydi ko'pchiligi. Kecha bittasi urib oldi orqaga haydayotganga. Bunaqa orqaga haydayapti. Ana oq dafga borib urmoqchi edi. Sal qoldi. Hali signal berdi-yu, orqaga haydadi. Befarosatdan shu ko'p Xitoylar. Kecha bittasi qozoq stankaga o'tirganimizda orqaga haydab shit bor-ku, svet elektroshit, o'shani borib urdi. Katta xolasini uyiga yurgandek yuradi bular. Bu o'zimizning pulimiz. O'zbek so'mi 1000 talik. Bu qozoq pulini ko'rinishi. Eng kattasi 20 ming ekan, keyin 10 ming, 5 ming, keyin 2 ming mana bunaqa. Ko'ryaptimi? Keyin 1000 talik, keyin 500 taligi bor. Xitoylarniki. Ularning pullari qulay ekan, kichkina. Qozoqlarniki juda ham katta. 20 ming taligi yo'g'on ham katta, 10 ming taligi. O'zbek so'midan ham katta. Xo'sh, mana bo'yna olma olib kelganim. Xolodilnikka solib qo'yamiz. Mana bu xolodilnikka. Yana bitta zapasim bor. Endi bu uyga ketadigan. Bu kechagi olgan simichkan bo'yna ko'rsatdim-ku, ta'mi juda ham zo'r. O'shandan tavsiya etaman. Olinglar. Bu ham
Xolodilnik bu yer. Olmani solib qo'yibman. Bu yerga ham xolodilnik. Nima asnomi bu yerga suv zapas qilaman. Suv ko'p ichaman. Bu ham xolodilnik. Endi sotib olib qo'ygan. Mana shunaqa gaplar. Endi o'zi dam olamiz, zavtrak qilamiz. Keyin xudo xolasa yukni egasi kelsa telefon qiladi, o'tib ketamiz. Albatta dokumentlarni taxlab chiqinglar bolalar. Zeleniy karta, yana nima? Dozvol, bu yerga kelishga приглашение kerak bo'ladi. Страховка kitayskiy qilib olinglar, Xitoy страховкасы. Keyin qozoqga bo'lsalaringiz, qozoq nimasini qilib olinglar. Страховка O'zbekiston, agar Afg'onga kirmoqchi bo'lsangiz, Afg'on страховкасы. Keyin putyovkalaringizga ehtiyot bo'linglar, putyovka. Доверенность qilib olinglar. O'zlaringizga muammo bo'lmaydi. Dovernost hali bu mashinaga qilgani yo'q, обратно qaytishimizga Xitoydan chiqamiz-ku, Almataga borib, ofis bazasi bor. O'sha yerda dovernost qilib beraman dedi. Keyin nima? Bu yerda Xitoyga kirsalaringiz agar bu yerga 300 yuandan beradi kuningizga. Agar 3 kun qolsangiz 400 yuan bo'ladi. Dollar internetda ko'rish kerak qancha bo'ladi. Xullas, keyin qozoqqa kirsalaringiz albatta qozoq tanga qilib olinglar. Misol transportning yo'llaridagi to'xtatadi-ku 5000, 10000 qo'liga berish uchun. Misol agar qo'lingizda 5000 talik, 10000 talik bo'lsa agar bersalaringiz ular zachi bermaydi. Shuning uchun mayda pul qilib olinglar. Sklad ekan bu yerda. O'sha ishchilar kelgan ishlayapti. Upakovka qilyapti. Qancha skladlarda. Xitoy lekin ko'p narsa chiqaradi. Bu konteynerovoz, bularni ham ishi oson emas. Juda ham javobgarligi katta, ehtiyot bo'lib nima qilish kerak, haydash kerak вообще. Da. Bugun havo juda ham zo'r, вообще. 4-avgust. Вообще havo zo'r. Endi kutamiz, bitta zavtrak qilib olaylik. Konditsioner, keyin aytgancha mashinaga konditsioneriga qaranglar. Ishlayaptimi, yo'qmi? Bunaqa issiq paytga qiynalib qolmanglar. Xo'sh, keyin nosozliklari bo'lsa balonlarga qaranglar. Mashinaga polni elektr jihozlarini polni o'zlaringizga qulay qilib olinglar. Agar biron joy ishlamasa, pechkalari, avtonomkalari qish paytiga kerak bo'ladi. Ratsiyalarni ishlamaydigan bo'lsa ishlatib sozlab olinglar yo'lga. Xo'sh, yana nima? Endi bu video asosan shu yangi shofirlarda qiziqayotganlarga. Xullas, hammasini sozlab yo'lga chiqsangizga qiynalib qolmaysizlar bolalar. Bitta zapaska balon bo'lish kerak. Kalitlar, damkrat, keyin mashinani podushkasi bor-ku, podushka tagiga balonni. Misol har bitta balonga tagiga podushkasi bor. O'shalarni bitta ko'rib chiqinglar. Mana uxladilaringiz, ertalab shunday turasizlar, mashinani zavodit qilib qo'yib, birinchi zavodit qilmasdan borib yog'larini ko'rish kerak, antifriz, keyin balonlarni ko'rib chiqish kerak, baklarni ko'rish kerak, qani biron kishi salarga o'g'irlamaganmi, keyin podushkalarni ko'rib chiqish kerak. Tentlarni mana bunaqa yirtadi-da. Ayniqsa o'zimizda kamu ko'rganim yo'q, lekin bor bitta, ayniqsa Yevropa, Fransiya, Ispaniya tomonlariga juda ham xavfli. Tentlarni ko'rish kerak. Agar yukingiz bo'lsa, plombalarni ko'rish kerak. Mana orqaga kelib, mana plombalari, troslari joyidami, uzib ketmaganmi? Hammasini ko'rib, farlari mana yoqib ko'rib, avariyka, farlarini, gabaritlarini, svechalarini tekshirib,
Mashinani hammasini ko'zdan kechirib, keyin haydanglar. Keyin mana bu nimani tagiga nima bor? Pritsep uzadigan richagi bor-ku, buni nima deydi? Xullas, o'sha richaglarni ko'rish kerak. Bir xillar tortib qo'yadi-da. Richagni tushuntirib oldimmi? Galava kallasi bilan mana bu pritsepni o'rtasiga, bakni tepasiga richag bor. O'shani agar tortib qo'ysa, mashina haydasangiz agar bu uzilib ketadi-yu, qolib ketadi. O'shalarni bir xillar endi redka bo'ladi-yu, har ehtimolga hammasini ko'rib chiqinglar. Hammasi joyidami? O'zlaringizni xavfsizligingiz uchun.